tabiiy mahsulot bo'lib, uning iste'mol qilish quyidagi natijalarni beradi. Inson salomatligini umumiy shaklda mustahkamlaydi. Ish qobiliyatini oshiradi. Inson organizmining asabiylik holatiga va jismoniy toliqishiga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini oshiradi. Og'ir jarrohlik amaliyotidan keyin organizmning qayta tiklanishiga yordam beradi. Uzoq davom etgan jismoniy va ruhiy mador ko'rishi hamda toliqishda quvvat beradi. Asab kasalliklari va uyqusizlikni davolashda foyda beradi. Mushak to'qimasida mioglobin moddasi yig'ilishiga yordam berib, muskul quvvatini va jismoniy chidamlilikni oshiradi. Testosteron moddasi ajralib chiqish jarayoniga yordam beradi. Bosh miyada qon aylanishi yaxshilaydi. Har xil yoshdagi odamlarning xotirasini kuchaytiradi. Bavosil, ya'ni gemoroy va jinsiy quvvatsizlikda yaxshi yordam beradi. Qon bosimini mo'tadillashtirib, yurak qon tomirlari, oshqozon ichak faoliyati va qon aylanishini yaxshilaydi. Organizmdan zaharli moddalarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Markaziy asab tizimining faoliyatini yaxshilaydi. Erkak kishining ikkinchi yuragi bo'lmish prostata bezining adenoma, prostatit va jinsiy quvvatsizlik kabi kasalliklarida yaxshi